Assalomu alaykum obunachilar. Mening qo'lim Shepherd dadamning qo'llari deb oshqovoq somsamizni boshlaymiz. Oshqovoqlarni cho'rkadan chiqarib, ustiga piyozni maydalab to'g'rab qo'shib, ziravorlar, qora murch, tabga ko'ra tuz solamiz. Tuzni ozroq solgan yaxshi, chunki oshqovoqimiz ko'tarmaydi. Quritilgan ko'katlar qo'shamiz va ozgina o'simlik yog'idan qo'shib, nachinkamizni aralashtirib tayyor qilib olamiz. Oldindan yog'lab tayyorlab qo'ygan xamirlarimni yoyib, zuvalalab olamiz. Qavat chiqishi uchun qavatli xamirlarimizni chiroyli qilib yoyib olamiz. Kuz mavsumida hamma oshqovoq somsani ko'proq yeyishga harakat qiladi. Ko'pchilikka yoqtiradi. Shirin va mazali chiqadi chunki. Videoda ko'rsatilgandek xamirlarni yoyib, chiroyli qilib tayyorlab olamiz. Yoyib tayyorlab olgan xamirlarimizni to'rtburchak shaklda chiroyli qilib, hamma o'zi xohlagan holatda tugib olib tayyorlab olamiz. Xamirlarimiz ustiga tuxum sarig'i va yogurtdan ozgina surtib, xohishga ko'ra bezatamiz. Men qora sedanadan foydalanaman doim. Qora sedana yeganingizda tanamizga foydali. Ko'pchilik biladi qora sedanani foydaliligini. Shuning uchun men doim ko'pincha qora sedana foydalanaman. Kunjut sepsangiz ham bo'ladi. Somsalarimiz qisirloq bo'lib, juda ham chiroyli pishib chiqdi. O'ta shirin. Siz ham tayyorlab yeb ko'rishni maslahat beraman. Yoqimli ishtaha. Like va podpiskani ayamaysiz degan umiddaman. YouTube kanalimga ham, TikTok kanalimga ham, Instagram kanalimga ham obuna bo'lib, like va podpiskani ayamanglar. Rahmat.